Kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, musofirda yurgan aka-ukalar, sog'misizlar, salomatmisizlar. Aziz yurtdoshlar, navbatdagi darvozamizni ham o'z joyiga chiroyli qilib olib kelib ustanovkasini qilib berdik. Bu darvozamizni Farg'ona viloyati Quva tumaniga olib kelib o'rnashtirib berdik. Akalarimiz o'zlari bizni YouTube'dagi kanalimizni ko'rishib, o'zlariga yoqqan darvozani tanlashib, zakaz qilishganda, xudo xohlasa o'zimiz kelib o'lchab ketib, bir oy deganda joylariga chiroyli qilib ustanovkasini qilib berdik. Aziz yurtdoshlar, bu darvozamiz 2 liglisda yasalgan bir qavatlik ruchnoy rabota darvozamiz. Darvozamizni eni 350 bo'yiga 360 razmerda bo'ldi. Asosiy darvozamizni stoyka qismi 8 ga 8 lik 1.7 lik stenali profil. Qovurg'a profillari 6 ga 4 lik qalin profilda bo'lgan. Listini aytib o'tdik, 2 lik list. Kraskasiga to'xtalib o'tsak, darvozamizni mokriy asfalt svetda, albatta gruntovkalar sepilib, quyosh nuriga, yog'ingarchiliklarga chidamli sifatli kraskalardan foydalanganmiz. Bu darvozamiz, aziz yurtdoshlar, tepasiga mana 50 sm havo aylanishini hisobiga chiroyli qilib shu 2 lik listni lazerda o'ydirib, setka qilib qo'yib berganmiz. Darvozamiz oddiy, skromniy, juda ham chiroyli holatda chiqdi. Bu darvozamiz kvadrat metri 800 ming so'mdan 9.800.000 so'mga dastavka ustanovka ichida kelib o'rnadi. Albatta bu aynan mana shu fasondagi darvozamizni 1 kvadrat metri 750 ming so'mdan 900 ming so'mgacha hozirgi kunda materialiga qarab tayyorlab beryapmiz. Albatta ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqsalaring, xudo xohlasa xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab, xohlagan o'zlaringga yoqtirgan darvozani tanlab zakaz qilsalaring, O'zbekistonning qayeridan zakaz qilinsa imkon boricha aziz yurtdoshlar olib borib dastavka ustanovkalarini qilib beramiz. Mana shu zamoklariga ham to'xtalib o'tsak, hozirgi kunda yaxshi xizmat qilib turgan Zuber zamoklardan qo'yganmiz. Mana rezinkalargacha qo'yib, mana juda ham chiroyli holatda darvozamiz ochilib yopiladigan bo'ldi. Va mana katta qanotlarigacha polni rezinkalar qo'yilgan. Darvozamiz, hurmatli yurtdoshlar, mana shu holatda shu summasi yana bir aytib o'tdik, 9.800.000 ga to'g'ri keldi. Albatta shunaqangi sifatli temir mahsulotlaridan tayyorlangan temir darvozalar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.